Chapsey va Knight Hindistonni mag'lub etish uchun Angliyaning rekord ta'qibida bosh rolni o'ynaydi. Tantonda Angliya va Hindiston o'rtasidagi 3-20 dan diqqatga sazovor joylar. So'nggi jahon chempionati. Angliya turnirda 100% g'alaba qozonishi mumkin, deydi Mayno. Futbol ta'sir o'tkazuvchilar jangi avstraliyalik Kate Revingga 100 ming Instagram obunachini taqdim etadi. Futbolchilar himoyachisi uni Jahon chempionatining Krishtianu Ronaldusi qilish uchun virusli kampaniyaning mavzusi Yangi zelandiyalik Tim Payne barcha qora tanlilarni ortda qoldirmoqda. Futbol maydonini unuting. Instagram Avstraliya, Yangi Zelandiya va ijtimoiy tarmoqlar uchun Jahon chempionati oldidan kurash maydonidir. Turnir boshlanishidan oldin mashhur bo'lgan jamoa a'zolari o'qishni davom ettiring. FIFA 2026 yilgi jahon chempionatida yaxshilangan ofsayd texnologiyasidan foydalanadi. Bu qanday ishlaydi? NT Sports FIFA 2026 yilgi jahon chempionatida yaxshilangan ofsayd texnologiyasidan foydalanadi. Bu qanday ishlaydi? NT Sport Argentina jahon chempionatida ilk mashg'ulotini o'tkazayotganda Messi yolg'iz o'zi shug'ullanmoqda.